Assalamu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rmanlar. Avangardlar programmasining 11 sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshid Nidiqot. Bu son programmaga 1993-yili Azhar universitetining Shariat va qonun fakultetini bitirgan va 1995-yildan 2001-yilgacha Qozog'istonning Almuta shahridagi Qozoq-Turk institutida arab tili muallimi bo'lib ishlagan 2001-yildan 2001-yildan tortib Saudiya Arabiston radio Uyg'ur bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan ustozimiz bilan inshaalloh bugun program qilamiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday ahvollar, yaxshi tutdilar? Alhamdulillah, Allohga shukr, ishlar yaxshi turibsizlar. O'zlarlar nihoyatda uzundan buyon bir program qilish shunday bir niyatim borda. Misr o'qitgan vaqtim bo'lsin, vataniy vaqtim bo'lsin, o'zdan kitoblarni o'qiydim, o'zlardan bir munozir qilish, shunday bir xiyollarim borda. Inshaalloh bugun bir bu ro'yobga chiqdi. Programga qatnashib bergan uchun sizga ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga, rahmat. O'zlarininki tarjimalarni men o'qib chiqdim. Shundan o'sma yana bir baştan başlab shu o'zining tarjimalarında tamamen shu hayotlarini bütün bir paranlaşışım var inşallah programda. Özlerine şu hayatlardan başlap bir kısaca söz etmegen bolsa. Buldu. Ben Vatan Şarkı Türkistan'daki Xottan Keriye Nahiyesi'den 1968 yılda doğulgan. Hoş. Küçük yaşımda, yani 12 yaşdan 15 yaşgacha Xotayda şu aralıkta Kur'an yazılgan. Asli hükümetin mektup verip tuluksuzunu bütün edip kalgan vaqtda şu çağda biraz kengchilik oldu yani. Şundan faydalanıp benimki uyumuzun altında bir ustazım vardı, Muhammed Kur'an dep. O kişi Kur'an yazıltayda akşamları okuttu. Okugandan keyin bu Kur'an yodlaydigan saviyada ekan deb uydagilar bilan uzun bir munoqishlar bo'ldi. Endi uydagilar ikkilisini o'qisin, dinni o'qisin, ta'lim o'qisin deydi. Ustozim deydi, men qari qilma deydi. Shunday qilib oxiri uydagilarni shu ulamolarni yig'ib, ulamolarninki shu uydagilarni qoyil qilib meni maktabdan ajratib oldi. Maktabdan ajratib olgandan keyin undan keyin Qur'onni yodladim. Kur'an yodlab 85 yılda kelgan vaqtda ustozim o'zi haramga berib, bana vizaga 85 yilda shu kelgan birinchi qatim, ya'ni yosh kichik bolalarning birinchi bo'lib xatmi o'tgan men bo'ldim shu chaqda. Xatmi Ramazonda xatmi o'tgan bo'ldim. 86-yil meni yo'lga qo'yib qo'ydi, hojilar bilan birga Makkaga yo'lga qo'ydi. Makkada Pakistandan, Turkiyadan kelgan qarindoshlar bilan uchrashib, bizning Uyg'ur qarindoshlar bilan Misrga berib 86-yil 9-oyning 6-kuni Qohiraga tushdik. Undagi bir u yerda darasi xas deb arab tili tayyorlik ekan. Bu tayyorlikni 2 oydan 2 yilgacha o'qisa bo'lgan ish. Qachon shu men endi arabchini bilib bo'ldim, imtihonga qatnashaman desa, u ruxsat qilgan. Shuni bir qancha oy o'qigan bo'ldik, uni imtihonga qatnashdik. İmtihan qatnashish jarayonida 22 bola bo'lib ekanmiz u chaqda. 22 bola imtihon kiradigan yeni boladan. Onundan 18 kishi tuluqsiz o'tgan bo'ldi. Biz 4 kishi tuluq o'tirib o'tibmiz hamda Sanvida deganida. Udullam. Shuni bilan hamda Uzun bo'ldi, qalqa tuluqsizni o'qimaydi, tuluqqa o'tdik. Tuluqda 1-yillikdan o'qidik, 2-yillikni o'qidik, 3-yillikni o'qimayla, 2-yilda 3-yillikning darslarini takrorlab imtihon berib 4-yilga chiqdik. 4 yillikni 3 yilda bitirdik. 89-yildan keyin rasmiy shariat fakultetiga uni 4 yil o'qidik. O'qish bitgandan keyin 9 kishi bizning Uyg'urlarning tarixida, ya'ni 9 kishining biroqla 1 yilda o'qish bitgan bir vaqt ekan. Shuning bilan Saudiya Arabistondan marhum jurnalist Abdulqodir rahmatlik qatorliq ustozlar berib bizlarda murosimimizni qilib bergan bo'ldi 9 kishining. Hozir shu qarindoshlarimning hammasi ilmiy xizmatlar bilan shug'ullanyapti. Onundan keyin Turkiyadan hamda Qozog'istonga bordik. Qozoq-Turk liseylarida, maktabda 2001-yilga qadar muallimlik qildik. Qozog'istonga borgandan keyin Qozog'istonda
Uyg'ur jamoatchilik bilan kurashdik. Burun endi Almatada Uyg'urlar ekan deb anglaydik, endi kurab boqmaydik. Bag'ani kurashib Uyg'ur ovozi deb ikki jumlatli gazet var ekan Uyg'urcha chiqadigan. Shu gazetlarga maqola yozishga boshladim shu 95-yildan boshlab 2001gacha. Hozirmi avatib turman, hozirmi besib turdim-da. O chaqda har hafta aynda to'q chiqatdi. Ashunda qilib u yerda bir tarafdan o'zini muallimligini qilibman, bir tarafdan shu jamiyatni Uyg'urlarning ahvolini ko'rish, Uyg'urlar bilan aralashish, Uyg'urlar nimaga ehtiyoji va shu ilmiy so'rovlarga qatnashish degandek ashunda ishlar bilan bo'ldik. 2001-yili Saudiya Arabiston hukumati shu Saudiya Arabiston qatorida Uyg'ur bilimini taraqqiy qildirish uchun yoshlarni akilimi xizmatni qilgan ekan, shundan bizni chaqirgan bo'ldi. Ustozim, do'stim Abdulahad Hofiz bilan birga kelib, shu chaqdan bir 2001-yilda 2005-yildan tortib hozir shu bilim boshlig'i bo'lib ishlayapman. Hozir Arabiston Uyg'ur bilimida ishlab turyapmiz endi. Maşallah ustoz. Avay gaplarni bilolmay qoldim. Shu Misrga vaqtdan boshlab kichik savollarim bor. Misr shu maktab kirgan vaqtlarda qanday mesela sharoitlar bordi o'sha vaqtlarda vatanning da'vosi qandaqdi va shu Azhar universitetini bütün dünyadaki insanlar diqqat qilishi mumkin qanday maktab islomiy bir cho'ng maktab necha yuzli tarixi bor deb bilish mumkin. Osh maktabga qabul qilinish qanday shartlari bordi shu vaqtlarda? Shuni so'zlab bergan bo'lsanglar. O çağdaki şartları, o çağda her qanday bir davlatniki balalarni qabul qilmoqchi bo'lsa Azharga shu o'zining davlatining Qohirada turishliq bosh konsulligini xato kelish kerak ekan. Bizden burun bağlan qarindoshlarımızning beshiga shu 85-yildan tortib berib ekan, 84ning oxiri 85-yildan tortib berib ekan. Ularning beshiga shu xilq kelib ekan. Bizning eng cho'ng qabulligimiz shu bo'lgan. O yerda konsulga chiqsa xat bermaydi hamda, iniqqa bermaydiganligi. Ular bizni tushundi, bizga xat bermaydi desak, ular yo xat ekanmisanglar rasmiyat shu, bo'lmasa qabul qilmaymiz deydi. Ayda qabul qilmay shunday bir uzun turdi ham bir qancha oy gapiratgan bo'ldik. Aşağıda Adil'de aşağıdaki bir Azharning bir qozisininki o'g'li bizning ahvolimizni tushunib, bizni yaxshi ko'rib qolib, o shu biz oqni yo'l mengib yurib, shu qabul qildiganlar bilan munoqish qilib yurib, uning darisimi ashlar bilan ayda so'zlashib yurib, agar endi siz qabul qilmasang Isroil aytayli, mesela bu Yahudining dinini o'rganishni mesela. Bular asha zulmdan chiqib kelsa, sizlar endi xatomiz qabul qilmaymiz deb tursan qanday bo'ldi degandan shu ulamolarning besimi orqali bizni qabul qildi. Shunda tez qabul qilgan. Qabul qilgan bilan endi o'chaqda Madinatul Bo'z deb qo'ymiz, o'quvchilarning yotoqxonasi, u yotoqxonasiga kirishni hammamiz bak arzuqlab tikishga tayyor tamoq bor efendi. Endi kichikina rohatchilik bo'larmiki bizga qoch yurishdan, tamoq yetishdan qutulib yaxshi o'qamizmiki degan bunda bir arzu bordi. Shuningga 3 yil yo'l mangdik, 3 yil yo'l mangib 4-yil uni bitirgan bo'ldik hamda. Kelib universitetni shu nima deb bitirgan bo'ldik, shu yotoqxona yetib yurib bitirgan bo'ldik. Ammo bizningki burunqi yotoqxon uy ijara olib, masalan 4-5 kishi kichik bir uyni ijara olib yashayotgan vaqtimiz va o'zimizningki mustaqil birdan nimaniki maktabniki yonida yotganligimizdan bakroq natijalar bo'lib ekan. U chaqda bizde biri kambag'allik, biri shu vaqtimizni qayta chin tutish, ikki ish biz yordam qilgan. Bu haftada masalan shu 50 junay shu chaqda o'qish puli bilatdi. 50 junayninki 20 junayni oylik uyning kirasiga to'laydik. 20 junayni tamoqqa o'pchi tanoqqa to'laydik. 5 junay 10 junay yanchiqimizga qoldi, nimaga xaylaytdimizki bilmaymiz qilib endi u yerda. Shundan bilan naqd qiyinchilikda aynan o'tdik, ammo baxtlik qarindoshlar bak bizning vatanninki Sharqiy Turkistonning hamma joylaridan kelgan 28 qarindosh. 28-30 bo'ldi, ikkisi ketdi, 28 qoldi, yana bir ikkisi keldi, shu atrofda turdi, bir oila kishilardek shunday o'tadi qanday. Bir yerga sayohat ketsak barobar chiqadigan, birisi bizni kontrol qilib turadigan, birisi bizni hayo qiladigan, ani u boshqani o'ylamaydigan sharoit naytib yaxshi bo'lgan ham bu chaqda. Shunda kambag'alchilardan hamda haftada 6 kun tuxumda tamoq etib yetdi. Haftada bir kun go'sht tamoq etib yetdik. Agar har kun go'sht yemasak, u yetmaydi.
Aslında bir taraftan kıyınçılık, bir taraftan vaktin dostum Abdülahad Hafız bilen her gün şu namaz, işin namazı mescitga ketganimizda namoz o'qib kiradi. Ashuna qilib, shu oldingi sinflarning darsini o'qib, imtihon bermayli, nima? Imtihon berib, 1 yil o'qimayli, o'tab, ashundan qilgan. U keyin bu Azhar yotoqxonalarda ya bir kishidan yotoqxona berdi, attiganlik tushlik tomoqimizni tayyor berdi. Anavi biroz rahatlik bo'lib qoldik. Shundan keyin meni o'qishim xususan aqsib ketdi. Tuluqda 1 yilni atlab o'qigan odam ma universitetga chiqqandan oxirgi jamay vatanga qaytib ketib, qaytib kelib berdim oxirgi imtihon. Ya'ni bu yerda mening demoqchi bo'lganim endi u rahat o'quvchining dushmani ekan. To'g'ri. bo'lsang, bu riyozatni tartish kerak deb ustozlarga riyozat tartish kerak deb aytsa men qabul qilmaytimcha, bakadi bu gamga japatamdi. Agar rahat bo'lsa, rahat bo'lish kerak. Rahat bo'lmasa majbur qolsang mayli. Ama bakadi bu gamga riyozat tartamdi deb qayli olmaydim. Amaliyotda o'zimiz yashab ko'rdik. Endi shunda jibada o'qigan vaqtimizdagi hozirgacha kallamda turdim. Mana Alfiya ibn Malikning o'qigan, Ashhaniy o'qigan chog'imda uni boshqa nurg'un hadislarni yodlab qo'ygan. Hozir esi yo'q endi ular. Keyin rohatga chiqqandan keyin o'qishimiz u qadar bo'lmadi. Qilib 4 yil universitetni o'qigan bo'ldik. Shundan keyin andin qaytib keldik. Misrda qaytib kelgan qarindoshlarim hozir Misrda shu qancha yil turdilar toplam? 8 yil atrofida turibmiz. 8 yil jarayonida shu to'liq sizga kirib, uni 1 yil atlab to'liq chiqib universitetni bitirib endi. Maşallah. 8-yilninki oxiridan 2003-yilning oxirigacha tug'ilgan bo'ldik endi. Yo'q, nima? 93-yilning oxirigacha. 90-gacha. Vaqtda 7 yil 8 yil orasida endi. Vaqtda o'zlarining yoshlari qancha o'g'aydi? Ben 68-yil tug'ilgan, o chaqda şu 28 yosh atrofida o'qishni bitgan vaqtimda şu 28 yosh atrofimda qolgan shu. Şu vaqtda oilaliklar bilan qanday aloqa qildi? O vaqtda ashtabi Xitoyning yana aloqa. O chaqda o hikoyani desanglar da hozirgilarga rasmiy bitiradigan bir tarafdan lazzat, bir tarafdan alam endi. O chaqda telefon bo'lmagan ekan, xat keladi. Xatni shunda tez demasdan bu hafta xat yazsam, haftaning 5'te yazsam, keldiğim haftaning yoki şu haftaning oxirgi javobi keladi. Bir xatni o'qib, uydagilar adda turibdi, bunda turibdi deb ahvolimizni doklad qilgan, uydagilarning ahvolini o'qigan, uningdan cho'lliqimiz yo'q. Endi har kun tushlik tomoqdan keyin shu qarindoshlarga rohatga chiqdik dediga yotoqxonaga. Tushlik tomoqdan keyin hammaylar o'tirishib, bunda bismillah uyga choy ichgan shotdan. Shu chog'da kimga xat degan bo'lsa, shu xatni tiqib oladi. Ma bizga shu choy niman qilmasa, isma bermaymiz deganki bizga xo'sh xabar herhalde xat kelaylik deb qilmayotgan xizmatlarimiz qolmaydi. Shunda xizmatlar choyni ichib qolgan, xatimizni beradi endi qarindoshlar. Biz bu boshqalarga ayda qilyapti. Shunda qilib, shunda bir lazzatlik, shunda bir yaxshi o'tgan endi. Shu haftada uydagilarimizdan kelgan bir xatni o'qisak, endi shuning bilan xushalligimiz shunda endi telefon bo'lmagandan keyin, nasib bo'lmagandan keyin shunda yani qarindoshligimiz haqiqatan bir oila kishilarda shunda yaxshi o'tgan endi. Maşallah. Ustoz o'zlar Azharda shariat va qonun fakultetida o'qiblar. Hem şeriat diyen İslam'ın içindeki bir narsa hamda, narsa demeyle ulu bir narsa şeriat. Kanun diyen hazırda insanların kalısında. Kanun diyen şeriat kanun diyen ma'nosi bormi yoki o ayrım bir ma'nosi bormi ikisininki? Şeriat deganimiz hamda şeriat degan shu payg'ambarninki Alloh taolodan ilib kelgan qonun hamda. Bu din burundan tortib bir Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam bo'lgan dinning hammasi eti islom bir. Endi Hristiyan, Yahudi deb atavagan, o'zi atavagan hamda uni. Payg'ambarning hammasi aqidasi bir, Allohdan boshqa iloh yo'q va Allohning payg'ambari masalan haq turgan nima? Ammo shariatda farqli qilamiz, shariatning qonunlari o'xshamaydi. Bu biz shariat deganimiz bir qonun, islom qonuni. Bu islom qonuni qo'ysa kishilarning orasida qonun jamiyatda ijro qilinadigan, lekin da'vo qilgan ijro qilinadigan qonun o'xshaydi deb qarash mumkin. Unda emas. Bu qonun bütün hayotimizga tatbiq qilinadigan, oilamizda, maktabda, bozorda, ishda,
Her qandaq yerde tətbiq qılınğan bizdə bir musulmanınki endi yolu, bir musulmanınki endi nimizdeyiz endi metodik prinsipi endi şu. Aşında kanun endi. Lekin şu kanun Türkiye'de kişilerinki nimizde açık emas. Mesela şeriatın yüzü Müslüman, yüzü naiti Müslüman, beş vakit namaz okutur. Ben şeriatın, katimen şeriatın nefretlerinden deytilen Türk arkadaşlarımı gördüm ben. Bizden Uygurlar anda deytilen. Yok, bizden Uygurlarda düşünce yetersizliği buluş mümkün. Şeriat ise bu katıdır. Şeriat şu bizdeki Müslüman boğan tatip, bir Müslüman boğan ki şehadetini eğitip biz mümin boğan diken biz bir mesuliyetin üstümüzge algan olduk. Dini mesuliyetini üstümüzge algan olduk. Şu dini mecburini urundaş bizlik Müslümanlığımızın ifadesi. Şu mesuliyetlerin hepsi şu şeriat. Şeriatın buyruğu halal, haram, yaman, doğru, hata diyen şu prensip. Şunu. Maşallah. Siz özle Kazakistan'dan Almutay şehirde 95 yıldan 2001 yılgacha aşağıda Kazak Türk İnstitutida o'qituvchilik qiliblar. Şu yerda o'qituvchilik jarayonida qiyinchilik o'chirilmi masalan? Shu yerdagi Qozog'istonlik qarindoshlarimiz tarafidan bo'lsin yoki Xitoy tarafidan bo'lsin yoki vatandagi tuqqanlardan kelgan uzun muddat ko'magalik sababdan berish kelish jihatdan bo'lsin bir qiyinchiliklar o'chirilmi? O çağda Kazakistan'a ben beriştim. Burun zaten şu ülkelerden aynı telefon kilip akam kemisin dep aynı 94 en ahir bağa vaktim 94 yılında. 94 yıl kayıtlı 95 yıl barmen diyen niyet edendim. Şu kışlıkta Türkiye'de tutsam bağımız kemisin diyendim oldu. Kemisin diyendim şu 5 yıl kayıp aynı Tuğan'da amine Türkiye'den aşınım evet Kazakistan muallim. Yani bakırken şu Türk qarindoshlarının arasında aşında işledik, şu mahalleni kıldık. Ben Arap dilden ders verdim. O yerde bize uçturgan bir kıyınçılıklarımız hem de o Sovet'ninki konu sistemide kılgan mektepler hem de o aşı mektep çıkarken bizge. O ballar şu sosyalizmini okuyan ballar hem de o ballara asta aşında Müslümançılıkını sında işlerden de tedbirlik ayında işlerini elip veriyorlar. Bizimki Almatı diyen bir Almatı'nın 60 kilometre yirak ki İsik diyen bir nakesinde hem de o yerde kışlıkta hiç kandak şu göçülen patates yapayım ya da işte hiç kandak yok kışlıkta. Bazı o maaş, bazı kiloda 5-6 ayda yıkatım kiloda, bazı gelmeydi. İktisadi kıyınçılık, o öğünün soğuklığı, yatak halının soğukluğu, matraptın bek cepalıktı. Yani bak hatırlayacağım ki hem de Kıstan Cumhuriyeti hem de onu bek koltaydı, muallimlerini bek hürmet etti. Onun hiç kadar bir ziyankeşlikle yol dendi. Aşağıda şehirde turmushdagi qiyinchilik, iqtisodiy qiyinchilik, har xil qiyinchiliklarni boshdan kechirgan bilan, lekin ashuning hammasi intayin savirchan hamda ashundoq o'zini pido qilayotgan ashundoq odamlar. Aynan yaxshi, halovatli, huzurli o'lgan. Bu muallimlik haqiqatan balki huzurli ekan. Hozirmi orzu qilaman uni. O'zimiz har yili o'sha oyda bizning Yipak yo'lini 40 kilometre karşıdaki bağlı bulken aşağıya şu taraftaki etrafın hepsi Uygur ballarını. Her yıl imtihan çıkarttık aşağıdan. İmtihan edip yüzümüz tallap ekrettik ballarını. Uygur Kazak ballarını kabul kılıp ekrettik. Uygurlar olan boğan münasebetimiz, alıkımız, berişip gelişimiz andın. Şunda belki yaxşı olan hemdi. Çünkü bilgünümüzle olağı ügütüşü çıkan bizler. Yaxşı tersi buluşka tirishgan ulamo bizni ana vatanimizdan kelganlar deb bak hurmatlaydi. Yaxshi bo'lgan ham deydi. Maşallah. Ustoz bu shu o'zlar Uyg'urlar ichidagi eng ko'p asar yozgan o'lima bo'lib hisoblanadilar. Qanday qilib shu qisqa muddat ichida hozirgi shu vaqtda bunchalar ko'p emgakni ro'yobga chiqarishga, ya'ni qanday tirishchilar ko'kazlar, qanday bir vaqtni tejab shunchalik jiq asarni chiqaradilar. Vaqtdan qanday unumli foydalangan bo'ldimiş to'g'ri so'z aytgan bo'lsa. Endi bunda desak birinchi oiladan boshlatgan, har qanday ish oiladan boshlatgan. Kichik vaqtida hamda shu Qur'on chiqqan chog'larda dadam shu Qadadiya deb arab alfabetini
Aşunu qaida etdik şu çağdan de. Arab savadını çıkarış ballarınki. Şunu aşu yüzü quldu besip şpigirapta taq ayda küpeytip ayda medreselerge yerak bege ayda taqtip iştin sırt ayda ürettidirca. Muşunda dadamның yazıqçılık Həlim bək xetimi üzü çıralım. Üzü yazıp, uçağda nerede o yazıqan daktilo, kompüter buğan degen şpigirapta üzüp ayda qıptı. O işler bana bək təsir qılattım idi. İbn Taqtiş demişdi. Onun için ben okuğandım o. Bizim aşu Kur'an'ın kaidelerini tecvid ilimine ve başında ahlak ilimlerini ettirip yazıvelenler de yazdırıp da qılattı. Şu çağdan tartıp yazıp kaldıysa belki yani küçük vaktimizde kaldığımız onu tartmanız ve men hafaza farra ve men ketebe qarra degende kimde yadlısa o geçip gidiyordu o yazılması sakınıp kaldı degen bir nimenin mantıkını kalımız körüzüyordu. Şu çağdan tartıp yazışta kimin bilettin elde. Mısır'a bağlandığın kimi Mısır'a berip o'qish jarayonida men anda nurg'un yangiliklarni o'rganganligim islom haqida tushunchamiz bizim vatanda har qancha bo'lsa cheklikdan vatanimiz chiroyida kalimiz echilgan nazar doiramiz kengaygan bunda bo'lgandan bilginimni qarindoshlarimga ashunchilarga o'tib qo'ysam bo'ladi degan bir istak mana shu yezishdagi jarayon nima bir shu ikkinchisi hamda İslam'ınki ben nayet huvatiyem de bu İslam'ınki nurgun adamların çok ibadette birinci derecede ibadette hemmede ba ibadet kılışta mesela namaz okuş, rozu tutuş, kişilerge hayır sahabe kız bunda. Ama bazı bir adamlarda ibadet ahlakı yaşı gibi de tutkan, levzi tutkan, rejim şefkatlik yardımcı. Bu iki zıtlıkını ben fakat cem kılamaydım. Neymiş ki bu ibadette meclisde kalmadan yaxşı adamlarda mav, mertlik, sözlü duruş ve mav yok. Hem adamımız bazı adamlardı. Andın ağlıdı neymiş ki burada ibadet yok diyen okşaş endi. An yani biri şu dinni yaş için endi natice şartlarını kılıp mesela selleni yögep çıkışın gerek, mezkip çıkışın gerek, onun okşaş tutun kişin gerek diyen okşaş endi nurgun bir şartlarını kılıp boşunda kımık Samuydakamız bu mayda etti ustazım ben de şu çağda. Şunu olan boşunda bu İslam bütün insanlık evvelge İslam bulduğun olsa bu hem adam yaşayalaydıgan, hem adam tetmedigan. Hiç kana bir ehliyetlenmeden kubul kılalaydıgan diyen kalan da ayda nemin bağlı. Şu kanda bir yenilik boşunda yüzemdeki halkın ügüteyde şu çağda şu başlayan Mısır'da çağda İki dünya saadeti bir depten yazıp bir depten açalım. Mektepte ustazlarına bizim Kahire'de bize Türkçe yüzümüzün ilmi yukur, Uygur, perindaş ustazlarımızın depteye gelir. Aşınızın nemi kılıp, yılımını uçkularımı evet olayında küpe başlığımı verip ayda ayıngan. Şu iki tane sebep olgan bende. Biri, ben bilgen nersemni başkalarını bilsiken. İkincisi, Muşi İslam'ın hem adam yaşayalaydıgan, hem adam tetbik kılalaydıgan, hem adamga o'ngay keladigan aşında tarafini tushundirsam bo'pti deganim. Shunga din va hayot ikki savolga javob degan kitobni ash mening arzuyim bilan yozilgan shu kitob hamda vatangim jiq avatli Qozog'istondami 3 tatim besib qilgan ayda kitob bo'ldi. Shuningdagi asosiy maqsadimiz shu dinning Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan qildi. Dinni qiyinlashtirmang, o'ngaylashtiringlar deb. Endi ash o'ngaylaştırıp, o'ngay tarafını kösüp, kişilerine tergib qilishlik, qiyinlashtirib atmaslik, shartlarni esib olmaslik, Qur'on hadisda yo'q shartlarni uni belgilab olmaslik deganga o'xshash. Bu narsadan ayda boshlandi. Lekin men bu 93 yil o'qish bitirib ketgandan keyin o yil imtihondan o'tmay ketgan 94-yili qayta bordim endi. Berib imtihonni berib, men vatanga qaytdim. Qaytib qilib uydagilar yerda siz turolmaysiz, yo siz bilim oshirang, yoki bu yerda yaxshi turolmaysiz, ko'ngling xotirjam bo'lmaydi deb men uydan ya'ni ketishga rag'batlandim. Shu jarayonda bilginimni ushkularga o'gitib qo'yamiz deb, shu ta'tilda bütün tuqqanlarning balarini ushkularimni to'plab, savol islom aqidalariga savol javob qilib o'rgatdim. Bugün jarayonda 8-yilning oxiriga kelganda ularning tilini tugadi endi maktab boshlanishi kerak. Meni uyda tizim chiqishingizda shunday qilib o daftarni kelgan yerdan elib chiqdim o'zim. Elib chiqib Turkiya
yani ahir tuluqqa etmoqchi bo'ldim. Shunchaki ba'zi qarindoshlar bizning peshqadam qarindoshlar. Siz buni o'zininki hüquqini avatib demay, buni sal kengaytirib, yana Abduraq Yasinni kitob qilib bossaq bo'ldi deganda bu gap menga kulgili kelganda, men degan bir kitob yoza olmaymanmi, kitob bosa olmaymanmi? O degan yiroq gap. O'zimning bilginimni asliga yetkazib qo'ysam bo'ldi desam, anda qilmak, siz Abduraq Yasinni degan, shu o'zimniki Türkçeni yaxshi bilmaydi, men de hozir asla o'qimayman-da. Bular Arapça materiallardan foydalanib İstanbul'da turib İslam aqidaları degan kitobni yozib oldim. Biz o kitobning İstanbul'da besilishdan burun qo'l yozmasini, ya'ni vatanga avatdim tijoratchilar. Sen shu qo'l yozmasini Qashqarda daktiloda besib ekan ular. Shuni Qozog'istonga ketdim. Qozog'istonga 95-yil Qozog'istonga borsam, Qozog'istonda endi bu Qozog'istondagi Uyg'urlarimizniki vatanparvarlikda haqiqatan ilg'or. Medeniyet, kültür, matraplar bizni yuqoriroq turdi. Ama din diyanetde, dinga amal qilish mudorimida 70 yil uruslashtirib o'tgancha hamda o'qimaydi chiqishini. Shunday oiladagi islomninki adab axloqlari, oiladagi islomninki ko'rsatmalari, ma ishlarda men shu naqslikni jiq ko'rib, balki bizning vatandami shunday to'g'ri, kichik ketgandiki men biz vatandagi xotirjam, ma bunda tuyulganki deb yazsam bo'lganda shu izinib Qozog'istonda turib ashuni yozdim. Bu hamda bizning Uyg'ur tarixida oila tuzumi to'g'risida yozilgan birinchi kitob ekan. Birinchi kitob bo'lganligi uchun buni hamda aqida kitobini qoptir, ma qarindoshlar mavbak muhim ekan deb bosdi. Bu kitob bak yaxshi bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin hali birinchi qatim yozilgan bir kitob bo'lganki, bizdagi bir bo'shlikni to'ldirganligi uchun bu buni tariximda, ya'ni kitobimning chiqishda birinchi yozgan kitobim çıkmayma, ikinci yazgan kitobim birinci bo'lib chiqdi. O kitobni vatangimga jiq bordi shu chog'da. 97-yilgi vaqtda 96-7 yillari. Undan keyin o bizning Qozog'istonga bordi o kitoblar. Hozir endi 10 chiqdim biz bo'ldik. O kitobni vaqtim Qozog'iston Sloveniyada besish uchun muftiyning ruxsatini kutib yetyapti, o nima qilyapti. Aşağıda onun için bana bir gayret payda oldu. Demek ki bu yüzden yazsam, türlüken qarindoshlar, başkaları okuyduken, yaxshi gapken, üzerine gayret payda, kuch payda olup, ümit payda oldu. Aşağıda arqasından aşağıda yazdım. Qozog'istonda turib 5 farzand yetib oldum. Qozog'istonda, yani o İslam aqidaları zaten Qahirada, nimada, İstanbul'da yetib bo'lgan. Onun için namaz kitabı, roza, zakat, dua degan kitoblar aşağıda yozib bo'lib, keldim. Saudiya Arabistonga kelgandan keyin menga Alloh taolo shunday yaxshi bir fursatni berdi, ishxonada o'tirib ishlayotgan ishamda. Bular 2005-yildan keyin men bo'lim boshlig'i bo'lgandan keyin asosan ishni qilmaydim. Boshqarib qolib o'tirib, az ishda menga bir fursat bo'ldi bu. Shundan keyin Qozog'iston shu 2001-yili radioga kirgan 4-yilning 17-kuni 2002-yili 4-yilning 17-kuni radioga kirgandan boshlab Kur'an-ı Kerim'deki tefsiri ve tilaveti etken bir program bakın. Birinci program aşağı her gün çıkıp dururken. Aşı programını ben özlemce aşını aynen. Bunu da ilgili radyoda işleydi kaldı. Qarindoshlar növbetli bir hafta kılırken bu tefsirini. Birisi bir hafta kılırken. Mesela birisi suretini sağdan kılsa, suretini haftadan kılırken, yüzünü halka yerden kılırken, aynen kılırken. Onun aldıda 82. yıl açılgan bu radyoken, o açılgan çağda şu Muhammed Emin İslami bizden vatandan çıkan mücahit yekellik alim kişi. Bu kişi yapmaya 15 yıl devlet çıkıp geldi. Birinci olarak aşağı Saudiya Arabistan'da 82. radyonu açan kişi. Bu kişi Kur'an 26 barını tefsir kılıp radyoda okup. Hem de 2010'da geldi. Yani burun radyo yok, alvazını beğenmeyle, canlı kılınlar diğerleri için şu ben bu sürüpatağını Kur'an'ın tercümesini kılıçıyla Kur'an'ın tefsirini şu 2002 yıl başı beğenmedi. Şu başlayıp hazırlıkta hem de püttü o Kur'an'ın tercümesini püttü, Kur'an'ınki o tefsiri mi püttü. O cereyanda hem de materyaldan faydalangan oldum. Yani bulak mı Türkçe, şu Arap, çiçek materyallardan faydalangan oldum. Bana yaxshi bir fursat bo'ldi. Bundan şu nimani taqozo qilgan bo'lsa, masalan, haj bedel to'g'risida, masalan, haj bedel tijoratini masalasi degan o'xshash
Onunki hacılarınki miyakiltiki edep, ahlakı, kılışkı tegiş işler degenge okşar. Aşınık okşaş vaziyetini men talep kılgan bolsa aşında yezip hazırgacha 29 parça kitap neşr qilib chiqib bo'ldi endi hozir. Maşallah. Siz ilimlerin tığımı artıq bəsin Allah Teala. Özlerinki şu yaqında Kur'an-ı Kerim'ne Uygurçaga tercüme nüskası çıkıptı. Şu ilmi hizmetler için sizlarga köptün köp rahmet etimiz. Köpünçe insanlar deydikken şu Kur'an-ı Kerim'ninki tercümanındaki köp buluştan hiçbir nemisi yok, ihtiyacı yok. Zaten burun bir kıtım tercüme bolgan. Hiç kaydedilme tercüme boldu dep bir gaplar bulurken muşunu bir çöndürmegen bolsa. Ha tamam ben manda iştim bunu hepsi bu alınık bir teknik vakitni qanday oladi deganda. Bu vaqt için tutuşda bu vaqt degan iqtisod narsa eng qachondir yomon narsa ekan vaqt. İnsanımızdaki ömrümüzde Allah Teala bergen bir sermayemiz ekan bu vaqt. Zaten insanın hayatı, insanın ömrü vaqtlardan terkip tapgan. Vaqt insanın ömrüden 1 minut, 2 minut, 10 minut, 1 saat, 1 gün ötep ketken hemmesi bizim ömrümüzü yep ticaretdeki en çok ziyan desmayını yo'qotib qo'yish olsa, ma insanın hayatdagi en çok ziyan ömrünü bekarga o'tkazishgan endi. Endi uni bir ishni men shu vaqtimcha chiqqancha qilaman deb qo'ysa, u ishni to qiyomat o'lguncha qilib bo'lmaydi. Ammo men bu ishni cho'qim qilaman, faloni vaqtgacha bu ishni qilib bo'lmayman deb o'zimizga so'z berib qilsak, ba'zi uyqumizni harom qilamiz ekan, bir yerga borgan rohatlarimizni harom qilamiz. Özümüzde haram tutup onu kılımız gerek. Benim 5 yıl öttü bu işlemde. Kazakistan'da tuğan çağımda kişiler saat 1-2 gece çırak ölçmekte konuda yerinde oturattım ahırki vaxtlarda. Maya geldiğim kimi ahvalım şu. Mesela ben bir film kılma. Bir hafta geçe bu işini kılıp bulma. Ya da bir çok bir ilmi makal olsa, bir makal olsa. Bir hafta ya 3 gün için yazıp bulma değil mi? Çakıcı kıpılanma şu aralıkta ya ki birisi bir yerge çayga çağırıp kaldı deyimiz ya birisi ziyaret kılып kaldı ya gitip kaldık deyimiz. Anda kılsak o işini ben başka vakitin ama üzerinin rahatından, üzerinin uykusudan, üzerinin temelişinden elip uxlamasam uxlamay şu vakitte yetkizip şu vakitin içinde buluşum gelmeden başında kıldım dedi. Demek yani başdaşlarım İslam bir işte vaktinde kılıp koyaman diye adam hiç kınaş kılamaydı. Ben işte çok falan vakitçe kılıven desek, o çağda üzümüz söz vergendikken, üzü yalgın etmemaydı adamında. Üzün yalgın etkisi vicdanın çıdmaydı. Anda o vakitin okum şu kılıdığan gepken. Şu yol veren ben aşında kıldım. Üzümge talep bu iş bilen. Üzümge kattık talep bu iş bilen. Edim Kur'an-ı Kerim'in tercümesi kelsek hem de bu tercüme geldi. Başkalarına tercüme kıldım. Ben bir kayda kılgan gepemezse o. Bu naati çin köngülümden sen aydanım kıldım da. Bununki bir de çağda köngülümge oğlu vargan bir iş. Ben Kur'an'ı yadlap boğandan keyin bu kuşka meni bir yakındaki benim yedik yani bir ağam abir begente dedim. O ağamga baksam keldiniz demeydi. 5 gün oynap kelmesem kelmediniz demeydi. Gelsem ügütüdü. Kelmesem ne yapardınız demeydi. Dadamga bir gün aynı oturup aynı deprede. Bu ustaz bek ada ustazken bağmadınız demeydi, kelsin kelmediniz demeydi desem dadam da oldu. He, çatak oldu değil mi mesela? Toktar mı? Sizin aç surayı da var. Bir yazı kapırıp verdi. Yazı kapırıp verdikken o vezirlikte beni tutkan 15 gün üyenge bağmaysan dedi. 15 gün üyenge bağmaysan dedi. Küçük bir eğizlik öyleydi. Küçük bir eğizlik 15-20 gün yatımız. Birim giriştin yani arşimiz. Serengeti zıbanındaki müdürleme yatımız. Eğer müdürülsek yeni bundan noksak tüptüz yetip tüptüz kupimiz. Ettigen de terdi al burnumuzun şurada noktadan basak kop kararçılığım böyle düştü. Uçağı dedik tok beldi pa tok tolu vakti yazıda boğmagan diken cin çırağı olan okuyorduk. Başında cepa olan okugan şu çekanda ustazı bek alim kişiydi ama bekker kişiydi. O bir günü çoğun okuyucular onunla ustazın bir cuma günü kıssasını sözlep verdi. Zulkarneyn'inki demesine adın kızı kıssasını sözlep vergenken orada durup çoğun okuyucular ustazımdan sordu. Ustaz bize her cuma günü Kur'an'ın tefsir kıtası olmalıdır. Tefsir görünse ustazım tefsir nerede? Men nerede? Kanda bilme oğlum.
tefsir qilishga chiqdi menanki kuchim yetmaydi deb ayda debdim. Men hayron qoldim. Al bizning noyimizdagi eng katta olim mushu tursa, mushu olim Qur'onga mening tishim yetmaydi desa, tishim patmaydi, men tafsir qilolmayman desa, kim qildi endi buni? Kim qildi? Deb shu chaqda men Xudoga cho'qim tuzuk o'qib, Qur'onni tafsirlayotgan. Shuni shu chaqda qilib menga tutgan uni. Misrga borgandan keyin men kulliyat shariyaga kirdim, esa tafsirni kiribdi. Qanday oldu chiqib keyin unaga kirib o'zgartirman deb nuqtam o'zgartirmadim. Ana shundan keyin bu vatandagi masala sodimcha qimmatga bu mushunda qilib mani kirib qilamadim desam, ular endi siz o fakultet degan hammani kalla qo'yib qo'ymaydi odamning. O'zingiz izlanib, o'zing qiziqqan taxassusni o'zing qilsang bo'ldi uningda. Ilmiy unvon ilish muhim emas deb aynan shu chog'ni tatib kallamni mushunda bir baq deb bu qilish endi. Unaga shu radioga kirgan kundan boshlab tarjima qilib, tafsir qilib, ayda boshlagan vaqtimda men shu nimani bizning Uyg'urcha tarjima yetarsiz deb ko'rgan tulapmi jigar. Masalan, bir diqqatimni chekkaga nimani ma turklarniki, misga turklarniki matnjiqroq foydalanib nima Qur'on Kerimdagi Rasulullohning qilgan xitobni "Ey Rasulim" deb chiroyli deydi, bu "Ey Rasulim" deydi. Mana bizning arablar nimada burungi tafsirlarning hammasida "Ya Muhammad" deydi hamda. Bizning Uyg'urcha shu "Ya Muhammad" deb tarjima qiladigan ani. Bu aqlimga fikr sig'maydi. Nimishki "Ya Muhammad" deyotganda Qur'on Kerimda "Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy" desa, turklardan deydi, ammo uni ichkirlab ilm yo'q deb yuzamda yok o işkiler bilmeydim. Türklerge bekrak hayır bulap ayında nima qilyaptim. An onun için bu şu tercüme şunu tefsirge şeriatında tefsiri tabiiden başlap en ahir Saudi Arabistan'da 100'den artık ilme birleşip çıkan tefsir müyesserge kadar 14 milki tefsirini paylandım ben de. Onu Türkçe tercümelerdim, nurgun tercümelerdim paylanalım şu jarayonda. Şunundan da bizningki Uyg'urchada hamda ustoz Muhammad Salih Damollar 91-yili Misrga borgan, Misrga billa uchradi, to'liq qilijib, bizga natija rag'batlantirishlarni berdi, yeni ishlarni qilishni aydan o'rgatdi. Ustozimiz ham uning oldida mening ta'libiy ustozim endi. Ayda bir vatanda ayda dastlab Qur'on Javohir Buxoriyni chiqardi, Sahih Buxoriy Javohirlarni chiqardi. Onun Qur'on Kerimning tarjimasini chiqardi. Ustoz meni g'oyibiy ustozimdi. Keyin Qohiraga borganda birga turish jarayonida uning tajribalaridan, uningki tirishchilikdan nurg'un narsalarni bizga o'rgangan bo'ldik, so'zlab berdi hamda qildi. Shundan bu tarjimada ba'zi to'liqlashga tegishli ayda yali bor. Endi buni munda desa, kishilar bu to'liq tarjima qilinib bo'lgandan keyin nima tarjima qildi deb qilish mumkin. Turkchadimi 100 ortiq tarjima bo'lgan. Bu insan her qancha alim bo'lsa, o sahoba bo'lmagandan keyin, payg'ambar bo'lmagandan keyin, ferishta bo'lmagandan keyin bu insonning cho'qim to'liqlaydigan yeri bo'ladi. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhuga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma faqihhu fid-din va allimhu ta'wil deganda, Alloh dinda olim qilgin, tafsirini o'rgatgin deb duo qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu butun mufassirlarning peshvosi, hammasining ustozi. Şu İbn Abbas radhiyallohu anhu shundoq katta tafsir olimi, ammo shu Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qilgan tafsirining nurg'unisi rojih emas, marjuh bo'lib boshqa ulamolar tomonidan boshqa qilib o'tilgan. Bu shu Fizlal Qur'onni yozdi. Fizlal Qur'onni 20-asrda yozildi shularmanda, 14 asrga Rasululloh degan. Olimlarning Fizlal Qur'on bayada boshqa tafsirga nima hojat bordi degan olimlar bor. Shunchilik Fizlal Qur'on hakikaten o tefsirinde. Demek bu burunki tefsirler hepsinin gibi adamına o tefsirlerin o ilge yüzününki Allah'lık var. Çünkü başlığa yol açkan, başlığa sırkılış yolunu açkan. Ama onun toluklaştı tekişlik yerleri baktı kikilen. Xuddi shunga o'xshash Muhammad Salih Damollar bizninki ustozimiz. Buningki Qur'on tarjima qilgan odam, har qanday odam Muhammad Salih Damollarga burishliq azdar. Nishta shu yo'lni ochdi, tepsini o'rgatdi, boshladi. Ammo u odam farishta emas. Uning shundoq tuzitishga tegishli, to'liqlashga tegishli yerlar bo'ladi.
Hem de onu itiraf qilish kerak. Ama shu böyle taklitçilik bilanlar yo'q bu shu bir so'z bo'ldi deb tursak biz o'zimiz tarih turib qo'ygan bo'lamiz. Endi men ma tarjimada 19 dan alohidlik tarjimalar bo'lmagan 19 dan alohidlikni muqaddimasi yozib qo'ydim. Kishilar ashula deganlar meni o'qishsinlar. Ani o'qishmayotgan bunda gap bor. O'qib baxsınlar. Endi bu yerda ma qismi programda qo'g'laman bir misol keltirdim. Mesela Sure Bakaraning 6-oyatida "Innallazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun" oyat ashuna hammamiz. Buni hammadan bunday tarjima hozirgacha kofirlarni agahlantirmamsan, ular bir iymon aytmaydi. Shunda deb aytilganda. Endi yana litunzira qawman ma unzirhum fahum ghafilun. Sen ata-analarga payg'ambar kelmagan ata-onalar agahlantirib bir qavmni mushrik bir qavmni agahlantirish uchun aytdi. Qur'onga nur bu yerda naziran va bashiran deydi Rasulullohni. Kafirlarni do'zaxdan agahlantiruvchi, mu'minlarga jannatni xushxabar berguchi deydi. Endi miyada kelib kafirlarni agahlantirmamsan, baribir iymon etmaydi desa, emas Rasululloh nima xabartildi? Kafirlarni agahlantirmay kimni agahlantirdi? Farishtalarni agahlantiramdi, kimni agahlantirdi? Ama oyatning ma'nosi kafirlarni emas, har qanday kafirlarni emas dedi. Shunga bu har qanday oyatni tarjima qilish, tafsir qilsa, uning sababi nuzuli, tushga nozil bo'lgan sababini qarash bo'lsa, sabab ham oyatningki tushish sababi yo'q, ba'zisi yo'q. Ulamalar buni nima deb tasdiqladi? Kufrda chiqib kafirlarni, kufrda chiqib kafirlarni agahlantirmasa, ularga baradir. Bu oyatning tushish sababida nima deydi? Bu tushish sababida mufassirlar burun sahabeler İbn Abbas, İbn Mas'ud radıyallahu anhu qatorlarni nima deydi? Abu Lahab ve onun ailesiga 5 tushgan bo'ldi. Abu Lahab ve onun ailesiga 5 kishi. Yani bir alimlar deydi, bu Yahudilarning katta başları haqida nazil bo'lgan deydi. Birlar deydi, bütün shu G'atafan bo'lsin, Yahudi bo'lsin, mushun İslamga qarshi turgan shu qo'mondonlar haqida tushgan deydi. Anda bo'lganda bu oyatni shu İslamning yetib bu haqiqatni tushuntirsak bu Aşını qubul qilg'ini unmay, kufrda ching turib olgan kafirlarni agahlantirmamsan, ular baribir iymon etmaydi. Qur'on shunday dedi, haq shunday bo'ldi. Mesela Abu Lahab şu Abu Lahab haqida nozil bo'ldi bu oyat. Abu Cehil mushlar iymon etmay o'tib ketdi. Demak, shu qur'on. Ammo hamma kafirlar emas. Chunki nurg'un shu chog'dagi nurg'un musulmon bo'ldi, mu'min bo'ldi. Yani bizim dilimizde bunda bir gap var. İman etmeyenlerin hepsi kafir deyimiz dilimizde. Ama Arapçada iman, Müslüman edenlerin Müslüman emesinin gayrı Müslüman deydi. Dinini durup, yetkizilgen durup, onu inkar edip iman etmeyen adamlar kafir deydi. Kafir degen, kefer degen, yögügen. Kafir degen, dihkan degen gap. Dihkan uruklu yögeydi ya. Şuna, şu kafir degen gap, haqiqatni yo'rgan o'zining engida vijdonida bor Allohga iymon keltirishni bo'lgan o'zining bo'lgan narsani yo'rgidi deydi. O shu bilib turib yo'rganni deydi. Ammo anglamay bir dinning kelganligini, bir islom kelganligini bilmay turib, endi ketgan turgan odamlar bor, uningki hisobini Alloh oladi. Ya kechiradi ularni anglamagan bilmagan uchun yoki azoblaydi. Shunga hazır şu birinci tarihte 86. çıkan olsa hazırlıkta 35 yıl var. 35 yılın yankısı Yuluma çıktı bizimki chatlarını okup her qaysi maktabda. Hemmesi şu ayetini nima deb tercüme qildi? Kafirlarni agahlantirmamsan baribir iman etmaydi o. Kafirlarni agahlantirmay kimga agahlantirsan endi? Kafirlarni agahlantir. Ammo bu yerda sen tushundigan bo'lsangmi haqiqatni uni Abu Cehil, Abu Lahab'ga o'xshash İslamni bilib, İslamga qarshi hujum qilib, bunda tug'anlarni ular baribir iymon etmadi. Rost shuna iymon etmadi. Shu. Uningdagi ma'vo afala taqilun degan bu Qur'on Karim aqlga bak ahamiyat berdi. Masalan, qo'lingda ma'zab samavati val ardi deydi, osmon va zaminga qarab boqinglar, burungi qavmlarniki halok bo'lgan
At samutdunki qo'lga yerga qarab beqinglar, ibratlarni aqlga ishlating deydi. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de akılga münasebetlik, akıl işletişke davet bulgan ayet 49 ayet gelgen. Aklından işlediğin hitap çeşitlerinde uğuş ettim gelgen. Bu aklından işletiş diyen gene aklını işletiş birinci, düşünüş ikinci onun neticesi. Xuddi dua kılış birinci, icabet oluş neticesi. Allah Teala bizim dua kılışını buyurdu ama icabet buluş bulması onunki Allah'ın önündeki işi var. Bizim ibadet kılışını buyurdu, ibadetin neticesini görmezsek o kinki iş. Şunun okşar, bize aklını işletişke buyurdu, şunu düşünmezsek aklını işletkenге bağlılık buludu, şunun ki buldu. Ama bizdeki şu Uygur tercihlerimizde efelem diyen gibi hemisi efele tefhamun beğenmezse düşünmemizler tercih kılalım. Düşünmemizler diyen tercihme katli doğru boğan tercihme. Bütün muhtemelen efele taakilun diyen tefsirini deydi. Efele milûne ukûlekum deydi. Aklınlarını işletmemizler, aklınlarını sağmamızlar deydi. Aklını işletiş. Efela tefhamun emez. Allah Teala efela tefhamun dese dişini bilettiğine efela tefhamun da düşünmemizler der. Ama aklını işletmemiz, aklını işletmemiz. Aklını işletkendiğin an düşünürdü. İşletiş yani. O kitki mesele. Şunu düşünmesi sorulmaydı insan. Ama aklını işletiyoruz. Aklını işletken. Aklını işletkendiğin neticesi şudur. Bunda bir şunu bize ma tercümede aklını işletmemizler de tercüme kudu. İnnellezine keferu degeni küfürde çıng turvağallahını agahlandırmamsan dedik. Onun başka her sırı aşağı gelgende ellezine esarru alel küfür dedi. Küfürde çıng turvağını agahlandırmamsan dedik. Ama biz kafirlerini agahlandırmamsan. Kafirlerini agahlandırmamsan kimle agahlandırmamsan? Mu'minlerini agahlandırmamsan, perişini agahlandırmamsan. Onun için وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا degandan de üzgün ibadet kılışını buyurdu. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا Allah'ın ibadet kılışını ata-analarga yaxshi xizmat qilib, yaxshilik qilish emas deydi. Yaxshilik qilish tarjim qilmaymiz buni. Yaxshi xizmat, mukammal xizmat. Yaxshilik degan xolisona yaxshilik, bedelsiz qilib yaxshilik. Ammo ata-onaga xizmat qilib, ihson voyaga yetkazib, fitrikni qilish degan. Ihson yani birinchi ma'nosi ihsonni fitrikni qilish. İkinci ma'nosi yaxshilik qilish ma'nosida. Ammo men ata-onaga kelganda Katar'da kelganda mesela İslam'daki 3 tane İslam, iman, ihsan. Allah'ın kürep tutduğundaki ibadet kılış. Manada ihsan nerede ki bu iş emez, mükemmel hizmet kılış manasında. Maksud demek ki o maksud bu emezde hem de odun kaldı. Ve billadini ihsana mükemmel hizmet kılış. İmma yebluğunne andekel kibire ahaduhu kilhuma. Senin yanında indekel, senin ya biri ya ikisi yaşınıp kalgan bolsa, olağa of demegen de şu çağda bu yerde burunku tercüme edildi. Senin aslında aslı degen bir mektepten bir müdürine nispetten başka mualliminin hepsi kol aslıda. Bir ayrı nispetten hizmetçilerin hepsi kol aslıdakiler. Bir kalkançıya nispetten işçilerin hepsi kol aslıdakiler. Bir atığa nispetten öğündeki erzalının hepsi kol aslıdakiler. Ama ata-ana kol astıma baş üstüde. Ata-ana baş üstüde. Müşine senin kol astımda da tercüme kılış, lügat cihette, lügiki cihette, şeriat cihette doğramaz. Lügat cihette, endeki diyen, kol astımda diyen gap emez o. Tahta mesuliyeti kitap yok eder. Endeki diyen gap, endaka deriz. Allah şuna var. Hel endek sudur soraydı mesela Arap'ta. Senin yanında tuğanı dedi. Hal عندك أحد senin yanında yanında diyen gel. Arapçını küçük Arap'ın birinci sınıftaki Arapçını bilgi adam enda diyen gel. Yeni daha da düşünüyordu. Aslı demez. Lügat cihetki. Şeriat cihetkisi olsa atanı diyen balkanın kol aslı tutmaydı. Baş üstü oldu. Baş tacısı oldu. Muşumat hata tercih kılgan 35 yılın bizim ulemalarımız, perindaşlarımız, devletin apırda çaplak koyarlar. Apırda çaplak koyarlar. Fakat tefekkür kılmayman. O durusunu durus eversin. Bolgan bolsa üzümüz tercih kılaydı.
O adam nima o'zing tarjima qilmaysan? O'zing tarjima qilgin. O'qigan odam qilish kerak, uni jur'at qilish kerak. O shuncha qilolmasang nima qilding amasa? Endi buniki yana sabr degan gap, sabr degan gap bizning tilimizda bir dal ma'nosi bor. Sabr qilish degan nima? Sabr qilsang g'ururning ichida sabr ishli bo'ladi deyapman. Qur'on kelib kelgan sabr 3 ta ma'noda kelgan. Biri ibodat, Alloh taolo itoatda mahkam turish. Gunohdan, yomon ishdan o'zingni tutib olishda mahkam turish. Uningga Alloh taoloning taqdiriga tan berib rozi bo'lish. Muşunun hamma sabrni bizning birla sabr qilib sabr qildik. Masalan, Qur'onga fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul deydi. Rasululloh deydi Alloh taolo. Boshqa payg'ambarlar chidamliq bo'lgan deydi. Chidamliq bo'lgan desa, ulul azmi minar rusul irodalik payg'ambarlar, ya'ni irodalik payg'ambarlar kim? Nuh alayhisalom, Musa alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, İsa alayhisalom, Muhammed alayhisalom. 5 payg'ambar ulul azmi deydi. Irodalik payg'ambarlar, ma'qullar, mujodil payg'ambarlar bular. Muştu peygamberler kuşluk, iradelik, aşı müstehkem, mehkem boğanak, sen mehkem boğanak, Resulullah'ın mehkemlikle davet kılırsan, bizim davet kılırsan, aşı sever boğanak, sever kılır. Bu otomatik ki, mücadele kıldı, Musa Aleyhisselam mücadele kıldı. Mücadele kıldı, İbrahim Aleyhisselam mücadele kıldı, hatta atısından kavmiyle mücadele kıldı, Resulullah'ın yüzünü tukallarıyla hatta kavmiyle mücadele kıldı, hak yolda mücadele kıldı, bunun okşu kuşluk olgan diyen gerçekten. Diğer sabır, Kur'an-ı Kerim'de 3 manada kelgan, biz 3 manada kelgan, 3. manasını tefsirlere qarabtık, bir yerde canı tutkun, bir yerde mehkem boğun, yani bir yerde sabır kılgın. Mesela ve beşir sabirin ellezine izahın musibbe qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun'da sabır kılgıçlarga hoş haber bergin. Allah o ziyan zahmet yese, musibet yese biz Allah'ın dergahına qaytımız, Allah'ın igidarsın deydi degende bu yerdeki sabır resmi sabır kısmen isteyen. Ama hem yerdeki sabır bundan emas. İhsan degende mesela bizning aytganlarimizdan hammasida ihson yaxshilik qilish deb qo'yadi. Yaxshilik qilish degan aytib turganda ihson degan iymon, islom, ihson. Iymonning degan taqvolikning yuqori bo'lgan darajada kelgan 4-daraja. İslamning martabasi 3-martaba. Bir darajada birinchi musulmon. Har qanday musulmonni mu'min degil bo'lmaydi. Ammo har qanday mu'minni musulmon degil bo'ldi. Musulmon o tushunmagan ata-ona musulmonga musulmon tug'ilibdi, etim Mehmet Ahmedga men musulmon degan ekan. Hech bir chatib yo'q. Yani tushunmagan bu musulmon. Mu'min tushunib ha Allohdan boshqa iloh yo'q. Rasulullah haq, Qur'on haq, hammani tushunib o'qigan odam mu'min. Uningdagi taqvochi Alloh taoloning buyurganlarını qilib, to'sqanlarni yenib, Alloh taolo buyurgan bo'yicha yashagan odamni taqvo deymiz. O'zining mas'uliyatini tunib, mas'uliyatini Alloh taologa qarata bo'lgan mas'uliyati va maxluqotlarga qarata bo'lgan mas'uliyatini ado qilgan odamni taqvo deymiz. Yuqorisi martaba, eng yuqorisi martaba ihson. Amal ibodatni xuddi Alloh taoloning ko'rib turgan. Masalan, sen mayli amal ibodatni qilgin yoki yomon ishni Alloh meni ko'rib turdi-ku. Zinodan Allah beni körüp durdu. Ben bundan baksam Allah kadar geçirdi. Yalgan etsin, yalgan adamı. Ben bir şey yalgan etip küçük payı tapkanlar Allah körüp durdu. Demek Allah'ın murakabe kılıç üzenge. Allah'ın ki kontrolü aslında ikerlikini his kılış. Mao ihsan. Şuna yerde peygamberlerin baktığı yerlerde ayetlerin peygamber ökezerken izini muhsinin dedi. Yani emel ibadetini, itaatini mükemmel kılganların cezası aynı buldu dedi. Ama yaxşılık kılganda bu yaxşılık kılgan degende ihsan, halisan bir yaxşılık kılış. Bu kılsan bulurdu, kılmasan günah olmadan bunda gap demezsen. Şuna innalloha allazina taqav ve muhsinu deydi. Allah Taala takvadarlar bilan ve ihsan tariqasida Allah'ını körüp turup amel kılgan bildir deydi. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe yuhibbul muslimin, innallâhe yuhibbul mu'minin diye ayet fakat yok yani ben teşrif ettim. Ama innallâhe yuhibbul muttaqin, innallâhe yuhibbul muhsinin de var. Bu diğerlik yani mu'min Müslümanlar Allah yaxşı görmemde yaxşı gördü. Bırak Allah Teala'nın muhabbetine erişiş derecesine yetmedi o.
taqvolik darajasiga yetsa, uning ihson darajasiga yetsa, Alloh taoloninki muhabbatini berish yetadi degan gap endi. Shunga qaraydi va ahsin kama ahsanallohu ilayk degan Musa alayhissalomninki qor degan gapni u yerda resmi Alloh taolo sana yaxshilik o'xshash, ama Allah'ın belirli yaxshiligim. Ama uningdan boshqa innalloha va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin deydi mesela. İşte mükemmel kılınlar, ketirkinip kılınlar. Allah Teala ketirkinip iş kılganlarını yaxshi ko'rdi. Rasulullah'ın bir hadisi var. İnnallaha yuhibbu ayyamala amalahu ayyutqina deydi. Allah Teala sizlarninki ishlaringni ketirkinip qilishinglarni yaxshi ko'rdi deydi. Demek bundan gapimdi. Uni hammani bir ma'nosida yaxshilik qilg'uchi deb ayda kerak. Ular ota-onaga kelgan vaqtida masalan bu başka programlarda çıkartın bunu. Bu ota-onaga qilgan yaxshilik har kunida sıradan qo'ydigan xalisani yaxshilik emas. Başka saillarga, kambag'allarga, qo'shnilarga uning bir qilib qo'ygan yaxshilikni tamomida yaxshilik deydi. Ota-onaga qilgan inson ayada yaxshilik ma'nosi emas. Mükemmel hizmet qilib, ashning haqqini azob olsun ado ma'nosida kelgan oyatdan o. Şu uni yerda ota-onaga yaxshilik qilish emas, ota-onaga mükemmel hizmet qilish deb tarjima qildik. Biz bunu shunda tarjima qildik. Onudaki yana bu Arapçadaki fe'lni Arapça o'qigan qarindoshlar bo'ldi. Bu fe'lning natija ma'nosi bor. Nuni jumla so'zlarni bisimga bog'layotgan ish bor. Fe' esa ya shuningdan keyin, ya shunga, ya shu sababdan, ya shunda bo'lgandan shu vaqtga o'xshash oyatni sözlerini birbirine bağlayıp girdiğin fe bu. Ma'nosi yo'qmi kelib qolgan yerlerim bor. Ama bizim tercümelerimizde hiç kalsa fe'nin hiç kadar ma'nosini bermagan. Ama biz bu i'robil Qur'onga qarab turib, Türkçe tercümelerine qarab turib, fe'nin imkon qadar Qur'on Karimda oyatlarning o'ttirib kelgan fe'lga ma'no berishni tirishdik endi shunchalik. Demak, mana shunchalik bayamdi. O misal keltirsak jiq hozir, misal keltirsak nimada bor? Shunchalik endi. Qolganlari o'qisa bo'ladi endi. Masalan, shu tarjimaning 5-ki alohidliklarni o'qib, uning hamda gap borgan deb selishtirib baqsa, shu chog'da biladi endi. Tarjima o'zimizning bilgunchilik, mushinchilik bir qildik. Buningdan keyin biskida uningdan mukammal qildik. U yana birisiga mukammal qildik. Ashunda gap endi. Lekin bir inson 100 mukammal qilmaydi. Qilolmaydi. Allah razı olsun. Hakikaten aşında başka Kur'an tercümelerinden kana farkı var diyorlarga nihayet güzel bir cevap verdiler. Özünden Allah razı olsun. Dolayısıyla bunun keyinki planları nima? Qanday planları var? Sen çoğun planı bo'landi o. Qanday plan bo'lsa? Ha, bundan keyin men shu qo'limdagi tafsirini asli shu bizning sharqi turkcha lug'at o'zimizning yezikidagini burun chiqarsam, undan keyin qozoqcha boshqa tildagilarni chiqaramiz degan. Biroq Qozog'istondagi yoshlar, u yerdagi qarindoshlar shu tafsirining bittiga 98-yili o tafsirini bir tomdan qilib 10 tom tafsir Qozog'istonda chiqarib bo'ldi. Onu chiqib taqatdi Uyg'urlarga. Men o o'zimizningki yezikidagini hozirgacha boshqa hozirgacha buni kirish bulanmay qoldim. Bunun bir sebebi qo'limda bitib bo'lgan. Lekin men Qur'onning tarjimasini hozir chiqardim. Chiqarib Qur'onning tarjimasini qayta ulamolar birligida bir qancha ulamo qarindishimiz bilan har oqshimi Fatiha'dan tortib yana boshqa munoqish qilishib, yana kam qolgan yerlarni texnik yaxshi ifodalash uchun shu tarjimani qayta ishlayapmiz. Bu tarjima qilib bo'lsam endi hozir 15 tuniga nima keldik? Sura Ibrohim 15 par tugib qoldi. 15 par tugisa, undan keyin shu tarjimadagi o'zgartgan o'zgartishni kirgizib o'sha olsa, undan chiqqaniga undan keyin cho'ngroq bir o'ylayman. Yani böyle tefsirlerden birini tercüme qilish yoki bir hadislardan birini tercüme qilish ishlarni o'ylayapman. Qo'limdan chiqarib olsam hamda shunday. Maşallah. Yollarını uçuk qilsin deymiz. Allah tig'imga kuch-quvvat bersin. Ekran oldidagilarga deydigan gaplari bormi? Bo'lsa. Endi ekran oldidagilarga deydigan, endi hozircha biz shu
çakı kergiçe ağın tecrübeni müştü. Vaktni çektim. Vaktni nemi iş kılsak laylı bir minut vaktimi közge ilmeti bu. Bir minutun içinde Subhanallah ve hamdi Subhanallah'ın içinde digil oldu. Resulullah ilmi hakkında tilgi yinek savab gunan tartılgan mizanda eğer kildigan Allah'a yakın kildigan iki tane söz var deydi. Subhanallah ve hamdi faktor ve Allah'ını medhileymen. Allah uludur, onu medhileymen. Subhanallah ve hamdi subhanallah lazım. Bu bir misal hamdi. Bir minutun içinde boşunda sözlerini okup savab bul. Bir iki minutun içinde mesela bir kendisinin ahvalını sonra köngülünü hoşallah belgili buldu mesela. Demek vaktini kat'i közge ilmeydiğen gerek. Vakit bizim ömrümüzün bir partisi iken, bizim desmayımız iken. Muşu desmayımız iken nemi iş kılsak? Muşu desmayımız. Muşu desmayımızdan hem de dünya ahiretimizi kalbimiz iken. Eğer bu kitap varsa kayıt belki olmaydı. Mesela pul melimiz oğru yalgan, oğru epketli pul melimiz tüketti desek işte tapkılı oldu hem de onun. Vakitini kayıt belki olmaydı. Pulunu setip alıb olmaydı. Onun için köp okuyan, köp okuyan da ben de üzümüzdeki dini meselelerdeki üzümüzde sünne ve cemaatki materyallarını bizden tılgan neslerimizni işte cık paylaşsansak şu kitaptaki bir mərifət bulurken hem de bizimki köp Türkçe bulduğun nersi şüken. Vakit için tutuş bilen köp okuşunu tavsiye kılmak arkadaşlar. Köpten köp rahmet ustaz. Vaqtlarını çıkarıp programımızga kelip söz belgilegi üçün sizlarga köpten köp rahmet aytaman. Özlerden burun tatip bir sohbet kılış şunda bir hayalim batı burun tatip man mesele okutqan tatip özün kitaplarını şunda okup kıldım özlerinki şu vaqtida qısqacha tercümalarni o'qigandim o'qib Misrli o'qigan hayotlarına ko'ra masalan necha yilda shu to'liq-to'liqsiz bitirib universitet chiqqanliklarini shu Olmutay shahrida o'qituvchilik qilganlarini ko'rib shunda bir o'zlari bilan bir suhbat qilgim kelib shunda bir niyat kelgandim Alloh bir kun yetkazibdi suhbat qilganimizda ham xalq boshqalar bilan paylaşib ham o'zlari qiziqqan hayotlariga misrlik o'qishlariga o'qituvchilik qilayotgan vaqtlaridagi hayotlariga qiziqayotganlarga nihoyat güzel bir şekilde hayatlarını tushuntirib berdilar. O'zlariga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarga bir rahmat ham shu fursatni yaratib berganingizga. Alloh razı olsun hammadan. Sizdan Allah razı özledim Allah razı olsun. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushacha bo'ldi. Ustozimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bugun nihoyat güzel bilimlarni bizga berdi. O'zining hayotidan nihoyat muhim yerlardan so'zlab berdi. İnşallah ekran altındaki qarindoshlarimizniki Ustoz Muhammed Yusuf Qarajimniki kitaplarını ko'plab o'qib berishini tavsiya qilaman. Men o'qigan vaqtimda haqiqatan bilim olgandim. Unda bo'lsa ekran altındaki ko'rmanlarga mishadan xo'shlashinglar. İnşallah kelar qism program ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.